Mana bugungi ustonamizda BMW 34. Bu mashinani hadoylarini ichga olib qo'ydik, hadoy qilgani. Stupisi pachinilar chiqardik. Onlik bunaqa holatda deb kutmagandik pachinilarni. Ochgan edik. Zavodskiy pachinilarda turibdi, original Germaniya. Uzun zavod pachinilarda turibdi ekan. Ba'zi plombasini o'zimiz buzdik, o'zimiz onaradan yechyapmiz. Chiqaryapsan? Chiqarchi mana. Ba'zi plombasi turibdi zavod holatda. Mana ba'zini chiqaramiz, o'shanda mana endi ovoz chiqib qolibdi. Shunda necha yil bo'ladi bu mashinalar? Nechinchi yil chiqqan? Zavod pachinilar mana endi ish ko'rsatibdi. Biz ham jemda shunaqa baquvvat mashinalardan bormi?